Mana shunaqa voqea bo'lgan. Bir kuni har xil millat vakillari bilan to'qqa chiqib ketganmiz. Yahudiylar ham bo'lgan, ruslar ham bo'lgan, kariz, tatar, o'zbek, har xil millat. O'zaro gaplashamiz, suhbatlashamiz, tanishamiz, ya'ni networking bo'ladi. Hozir bizda endi biznesmenlar bu narsani shakllantirishyapti. Bizda o'sha 2017-yillarda bu narsa shakllanib bo'lgan edi. Endi o'sha paytlar hali bu sohani zo'r egallamaganman. Zo'rg'a bir amallab kunimni ko'rib yuribman-da. Shunaqa voqea bo'ldiki, u bilan gaplashsam, men IT ishlayman. Bunisi bilan gaplashsam, programmistman. Bunisi dizayner, xullas hammasi prestijni ishladida, bitta men nishchibrotman-da. Voy onasini ensindim. Mana bulardan qatim kamdonman-da. Mana nimaga networking kuchi deyiladi. Keyin o'sha payt menda shunaqa olov paydo bo'ldi-da, jahl paydo bo'ldi. Ko'ra olmaslik emas, boshqa emas. Men yana ham zo'rroq bo'lishim kerak ekan deganman-da. 5 kunga ketgan bo'lsam, 5 kun davomida shunaqa menda kuchli, fikrlash kengayib boshqa bo'lib, odamda motivatsiyasi, ambitsiyasi kuchayadi. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi-da menda. Sabr qildim. Bas Toshkentga qaytdim. Birinchi bo'lib qiladigan ishim o'qish, o'rganish, kechasi bilan kelibsi onlayn darslarni ko'rib, o'z ustimda ishlayman, zo'ri bo'laman. Ko'raman, chunki ular o'z ishini rosta katsam zo'rida. Keyin o'shandan menda to'g'risi mana foyda ko'rmayapman, boshqa qilmayapman. Topganimni tikyapman-da. Kitob olmayman, o'qiyapman, o'rganyapman, yetmaganiga bitta yozuvchi bor, Mirzaharim Norbek Tentakning hayot tajribasi degan kitobi bor. O'shani bir hafta yotib olib o'qidim. Unda o'zi menda qo'rquv yo'qoldi. Bu yerda jasorat paydo bo'ldi. Bu kitobni o'qigandan keyin qo'rquv yo'q. Nimadir soha qiladigan bo'lsam, qo'rqmayman. O'shaning uchun meni obunachilarim bilishadi, har doim kuzatib borishadi. Katta shitlarni, remont tayyor bo'lgan uylarni qo'rqmasdan biz tashlayman, chunki qo'rquv yo'q. Bu o'sha paytda shakllanganda. Shu bois men nima maslahat bergan bo'lardim? Nimadir ishni boshlaysizlar, avvalambor o'sha ishni yaxshi ko'rib qilinglar. Zo'ri bo'lishga harakat qilinglar va eng asosiysi qo'rquv nimaligini unutish kerak. Xullas, videoim yoqqan bo'lsa, like, podpiska esdan chiqmasin. Hali bundan qiziq voqealarni sizlarga aytib beraman.